O'zbekiston Qirg'izistonga yoqilg'i beradimi? Bishkek muzokarani kuchaytirdi. Qirg'iziston O'zbekistondan yoqilg'i olishni ko'paytirmoqchi. Bu masala ikki davlat o'rtasidagi iqtisodiy aloqalarda muhim qadam bo'lishi mumkin. Vaziyat qanday rivojlanayotgani siz uchun qiziq bo'lsa, kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va O'zbekiston bu masalada qanday imkoniyatga ega ekanligini izohlarda yozib qoldiring. Qirg'iziston yoqilg'i ta'minotini barqarorlashtirish uchun yangi manbalarni izlamoqda. Mamlakat energetika vazirining ma'lum qilishicha, Bishkek O'zbekiston bilan yoqilg'i va neft mahsulotlarini yetkazib berish masalasida muzokaralarni davom ettirmoqda. Masala hukumat darajasida muhokama qilingan va hozir ishlar vazirliklar o'rtasida davom etmoqda. Qirg'iziston uchun bu masala ayniqsa muhim, chunki mamlakat yoqilg'i bozorida importga katta darajada bog'liq. Rossiyadagi yoqilg'i ta'minoti bilan bog'liq muammolar esa Bishkekni boshqa davlatlardan qo'shimcha mahsulot olish imkoniyatlarini izlashga undamoqda. Shu sabab Qirg'iziston Rossiya bilan cheklanib qolmasdan O'zbekiston, Belarus, Xitoy va boshqa davlatlardan yoqilg'i olish bo'yicha muzokaralar olib bormoqda. O'zbekiston esa Qirg'iziston uchun geografik jihatdan yaqin va muhim qo'shni davlatlardan biri. Agar yoqilg'i yetkazib berish bo'yicha kelishuvga erishilsa, bu Qirg'iziston bozoridagi ta'minotni barqarorlashtirishga yordam berishi mumkin. Biroq hozircha muhim jihat shuki, O'zbekiston tomonidan Qirg'izistonga ma'lum miqdorda yoqilg'i eksporti allaqachon boshlangan degan xulosa qilishga hali erta. Hozircha rasmiy ma'lumotlarda asosiy gap muzokaralar va yetkazib berish imkoniyatlarini kelishish haqida bormoqda. Qirg'iziston shu bilan birga boshqa yo'nalishlarni ham kuchaytirmoqda. Masalan, mamlakat Qozog'istondan oyga 15-20 ming tonnagacha mazut olish bo'yicha kelishuvga erishgan. Bu mahsulot Qirg'izistondagi neftni qayta ishlash korxonalarida benzin va dizel ishlab chiqarish uchun ishlatilishi rejalashtirilgan. Demak, Bishkek hozir yoqilg'i xavfsizligini ta'minlash uchun bir nechta manbani ishga solmoqda. O'zbekiston bilan muzokaralarning yakuni esa ikki davlat uchun ham muhim bo'lishi mumkin. Agar kelishuv amalga oshsa, Qirg'iziston qo'shimcha yoqilg'i manbasiga ega bo'ladi. O'zbekiston esa qo'shni davlat bilan energetika va savdo aloqalarini yanada kengaytirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Sizningcha O'zbekiston Qirg'izistonga yoqilg'i eksportini ko'paytirishi kerakmi? Fikringizni izohlarda yozing. Yangiliklarni kuzatib borish uchun kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing. Xayr, salomat bo'ling.